Assalomu alaykum hammaga. Life hack zo'ri. Bizga bugungi life hackimizga shunaqa idish kerak bo'ladi. Banishli любой nima bo'laveradi, tunik idish. Va albatta shunaqa temir qaychi kerak bo'ladi. Busiz ish bitmaydi. Jelaniyaga qarab 11. Bu life hack hayotda o'ta kerakli narsa. Hech qachon bu narsani ishlatmaymiz degani emas. Doim ishlatishimiz kerak. Akkuratni qilib, tepasini kesib olamiz. Buni mana bu ilmoq joyidan o'tkazamiz. Buni aylantirib olamiz, iloji boricha aylantirib olaylik asoratlar. Aylantirib oldik mana. Ilmoq joyidan o'tkazamiz buni. Bizlar bilan bir xil. Juda ham qafasli narsa. Biz yasagan narsa mana shunaqa holatga keldi. Buni bizni hayotimizda afzallik tomoni, afzallik narsasi musorda ko'p joy olmaydi. Sog' bilasizlar.